Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah va salatu va salamu ala rasulillah. Alloh tabaraka va taologa hamd sanolarimiz, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga durud, salovat, salomlarimiz bo'lsin. Azizlar, mana bugun Sayyidul ayyom hajil masokin bo'lgan bir ulug' kunda siz azizlar bilan Allohning baytlaridan bir baytida ko'rishlikni Alloh taolo o'zi nasib qildi. Allohga behisob hamd sanolarimiz bo'lsin. Rasulimiz alayhi salatu vassalomga esa siz bizlardan ko'plab salomlarimiz, salovatlarimiz bo'lsin. Azizlar, bugun shunday bir quvonchli kunki, milodiy sana 14-avgust 2026-yil. Hijriy sanada Robiul avval oyini birinchi sanasi, jum'asi. 1448-hijriy sana. Nima uchun biz quvonchli kun deyapmiz, quvonchli oy deyapmiz? Chunki bu oyda azizlar butun mana shu yer yuzini yaralishligiga, yer yuzidagi barcha jonzotlarni, xosatan sizni bizni, mahluqotlarni yaralishligiga sabab bo'lgan zot. Erta qiyomatda bu dunyoda ham, hayotli paytlarda ham siz bizni g'amimizda o'tgan, ummatim deb yashagan. Oxiratda esa Alloh taoloning huzuriga borganimizda, mahsharda bizlarni gunohlarimizni kechirishligiga sabab bo'ladigan, Robbisini huzurida boshini sajdaga qo'yib, "Ey Robbim, bu bandalaringni, ummatimni gunohlarini kechir" deb so'raydigan zot. Va o'zlarini shafoatlariga loyiq ko'rib, siz bizlarni, bandalarni, ummatlarni jannatga kirishligiga sabab bo'ladigan zotni tavallud topgan oylarda turibmiz. Bu ham bo'lsa Robiul avval oyi. Biz bu oyda nima qilamiz azizlar? Musulmon olami, musulmonman degan inson bu oyda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning bizlarga bergan nasihatlarini eslaydi. Esdan chiqarganlarini takror qiladi. Bilmaganlarni o'rganadi, ilm oladi, hayotiga tatbiq qiladi va o'z yaqinlariga, ahllariga bu narsani o'rgatadi. Buni evaziga biz nimani olamiz? Buni evaziga haqiqiy ma'nodagi payg'ambar alayhisolatu vassalomga ummat o'laroq bo'lamiz. Va bu hayotda o'zgalarga ibrat bo'lamiz. Oxiratda esa Alloh taoloni va Rasulimiz payg'ambar alayhisolatu vassalomni roziligiga erishamiz. Qachon? Biz mana bu Robiul avval oyida ilmga chanqoq bo'lsak, payg'ambar alayhisolatu vassalomning hayotlarini o'rgansak, hayotimizga tatbiq qilsak va o'zgalarga ham o'rgatsak. Mana shunda biz o'ylagan maqsad, natija erishar ekanmiz. Rasulimizga ummat bo'lamiz, o'zgalarga ibrat bo'lamiz va Allohni rizoligiga erishgan solih bandalar qatorida bo'lar ekanmiz. Chunki azizlar, bu oyda insonlarni ezgulikka, hidoyatga boshlovchi yo'lchi yulduz payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam tavallud topgan oylari hisoblanadi. Alloh taolo Rasulimiz alayhisolatu vassalomni darajatlarini maqtab o'zining kalomida, Qur'oni Karimda shunday marhamat qiladiki: A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrahmanirrahim. Sharh surasining 4-oyatida Alloh aytadi: "Va rafa'na laka zikrak." Sadaqallohul azim. Ya'ni biz sizning zikringizni ham baland ko'tarib qo'ydik deb Alloh xitob qildi. Dar haqiqat azizlar, payg'ambar alayhisolatu vassalomning ismlari ham baland martaba maqomda. Chunki inson musulmon bo'lishlik uchun shahodat kalimasini keltirgan paytida albatta Allohning zikrini oldida payg'ambar alayhisolatu vassalomning ismlarini zikr qiladi. Azon takbirda doim eslaymiz. Xutbalarda, tashahhudlarda, hatto Alloh taolo kalomida ham o'zini ismi bilan payg'ambar alayhisolatu vassalomning ismini yonma-yon keltirdi. Mana shuni o'zi Alloh taolo payg'ambarimizni hatto ismlarini ham baland darajaga ko'targanliklarini dalolati deb bilamiz. Har bir inson musulmonlikni da'vo qilar ekan, musulmonman,
Payg'ambar alayhisolatu vasallamni ummatiman deb da'vo qilar ekanmizmi? Rasulimiz alayhisolatu vasallamni tanishligimiz, u zot muboraklarni siyratlarini, hayotlarini o'rganishligimiz bizlar uchun eng katta vazifa hisoblanadi. Chunki Payg'ambar alayhisolatu vasallamni yaxshi bilmagan, tanimagan inson hayotda najot topa olmaydi. Oxiratda saodatga erisha olmaydi. Biz bu dunyoda najotga erishligimiz, saodatga erishligimiz uchun birinchi navbatda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hayotlarini o'rganishligimiz lozim. O'rganib, hayotimizga tatbiq qilishligimiz ham kerak bo'ladi. Ana shunda biz o'ylagan maqsadga erishar ekanmiz. Rasulimiz alayhisolatu vasallamning nasablari eng oliy va pokiza nasl nasabdir. Bilamiz, Rasulimiz alayhisolatu vasallamning otalari Abdulloh, u kishining otalarining ismi Abdul Muttalib, onalari Omina binti Vahb, bobolari Abdul Muttalib, u kishining otalari Hoshim, u kishining otalari esa Abdul Manofdir. Payg'ambar alayhisolatu vasallam tug'ilgan yillari milodiy 571-milodiy sana, fil yili deb qo'yamiz, mashhur bo'lgan bahor fasli dushanba tongida dunyoga keldilar. U zot muborak amakilari Abu Talibning xonadonida dunyoga keldilar. Payg'ambarimiz sollallohu Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam azizlar amakilarini xonadonlarida dunyoga keldilar. Rasulimiz alayhisolatu vasallam tug'ilgan chog'lari bobolari amakilarini xonadonida tug'ilgan bo'lsalar, tug'ilishlaridan oldin otalari Abdulloh Shom safariga chiqqan paytlarida, qaytayotgan paytlarida olamdan o'tadilar. U zot muborak hayotga yetim holatda tug'iladilar. Tug'ilganlaridan keyin bobolariga bu xush xabar yetkaziladi. Abdul Muttalib bobolari kelib suyunganidan nevaralarini, farzandlaridan yodgorlik qolgan nevaralarini qo'llariga olib, u zotga Muhammad deb ism qo'yadilar. Albatta Muhammad deb ism qo'yishligi bejiz emas azizlar. Bu ham Alloh taoloning ilhomidan u zotga shunday bir ism qo'yiladi. Rasulimiz alayhisolatu vasallamning dunyoga kelishlari azizlar insoniyatni jaholat zulmatidan ilm ma'rifat nuriga chiqishligining bir nishonasi edi. Shirk oqibatidan, shirk botqog'idan esa tavhid va islom bog'lariga chiqishlik vaqti kelganining nishonasi edi. Payg'ambar alayhisolatu vasallamni Alloh taolo bu dunyoga rahmat o'laroq qilib yubordi. O'zini kalomida Alloh taolo Anbiyo surasining 107-oyatida marhamat qiladiki, Astag'firu billah va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallohul azim. Ya'ni ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, biz sizni butun olamlarga ayni rahmat qilib yuborganmiz deb Alloh taolo marhamat qildi. Ya'niki Rasulimiz alayhisolatu vasallam butun yer yuziga rahmat o'laroq yuborilgan zotdir azizlar. Oyat kalimaga e'tibor beradigan bo'lsak, rahmat kalimasi keladi. Rahmat kalimasi azizlar birgina so'z bilan ifoda qilib bo'lmaydi ma'nosini. Bu rahmat so'zining yonida ko'plab sifatlari bor. Rahmatning nima ekanligini, Payg'ambar alayhisolatu vasallam bu dunyoga rahmat o'laroq yuborilganligini bilishligimiz uchun u zot muborakdagi sifatlarni bilishligimiz kerak. Albatta, birinchi navbatda Rasulimiz alayhisolatu vasallamdagi bor sifatlardan biri u zot go'zal, odob, axloqli inson edilar. Siyrat va shamoillari, shariatlarining nihoyatda bag'ri kengliklari, hattoki o'zga din vakillariga ham zulmni yomon ko'rishlari. Demak, mehr oqibat, ezgulik kabi fazilatlari mana shu hammasini mujassam qiladigan bo'lsak, ana shunda biz Rasulimiz alayhisolatu vasallamni naqadar rahmat qilib yuborilganliklarini, rahmat o'laroq yuborilganliklarini bilishimiz mumkin bo'ladi.
Rasulimiz alayhissalatu vassalom qiyinchilikda ham, kengchilikda ham sabrli va oliyjanob edilar. Bu borada Alloh taolo kalomida marhamat qiladi. Astag'firu billah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir va zakaralloha kaseera. Sadaqallohul azim. Ya'ni ey iymon keltirganlar. Azizlar, e'tibor beradigan bo'lsak, Alloh taolo siz bilan bizga xitob qilyapti. Ya'niki ey iymon keltirganlar deb Alloh taolo oyat karimani boshladi. Sizlar uchun Alloh va oxirat kunidan umidvor bo'lgan hamda Allohni ko'p yod qiladigan kishilar uchun Allohning payg'ambarida go'zal namuna bordir deb Alloh taolo bizlarga xitob qildi. Kimmi Allohdan va oxiratdan umidi bo'lsa, Rasulimiz alayhissalatu vassalomda bizlar uchun juda ham go'zal namuna bor ekanligini Alloh taolo o'zining kalomida bayon qildi. Har bir musulmon ummatligini da'vo qilar ekan, eng avvalo Rasulimiz alayhissalatu vassalomdan o'ziga bir namuna olishligi lozim. Rasulimiz alayhissalatu vassalomda bor xislatlarni o'zida mujassam qilishligini harakatida bo'lishligimiz lozim. Ana shundoq bir bizlarda ham bo'lishi lozim bo'lgan sifatlardan bittasi, avvalo Rasulimiz alayhissalatu vassalom insonlarning eng xulqi go'zali edilar. Mana shu amal bizlarda ham bo'lishligi lozim. Kim ummatman deb, musulmonman deb da'vo qilar ekan, Rasulimiz alayhissalatu vassalomdagi mana shu xislatni o'zimizda mujassam qilishligimiz lozim bo'ladi. Alloh taolo Qur'oni Karimida marhamat qiladi. Astag'firu billah va innaka la'ala xuluqin azim. Sadaqallohul azim. Ya'ni albatta siz buyuk xulq uzradirsiz deb Alloh taolo payg'ambarini maqtadi. Azizlar, mana shu maqtashlik oddiy so'z deymiz-u, lekin bu maqtagan zotni e'tibor beradigan bo'lsak, agar siz bilan bizni kimdir bir martabali inson yoki hokim deymizmi yoki baland martabadagi bir inson maqtasa, qanday xursand bo'lamiz, qanday shodlanamiz. Endi Rasulimiz alayhissalatu vassalomni xulqlarini siz buyuk xulq uzradirsiz deb butun olamlarning Robbisi maqtayapti. Shu maqtovgacha biror bir inson mana bundoq bir martaba maqomga ko'tarilmagan. Alloh taolo payg'ambarini shunday bir baland martaba maqom bilan maqtadi. Rasulimiz alayhissalatu vassalom ham o'zlarining hadislarida aytadilarki, innama bu'istu li utammima makarimal axloq dedilar. Ya'ni men yaxshi xulqlarni to'liq qilishlik uchun yuborilganman deb aytganlar. Imom Bayhaqiy rivoyatida keladi. Demak, azizlar, Rasulimiz alayhissalatu vassalomdagi mana shu xulqni eng mukammali u zotda edi. Biz endi o'zimizga yarasha nasibamizni olishligimiz kerakki, xulqimizni eng avvalo musulmonman degan inson xulqini go'zal qilishligi lozim bo'lar ekan. Azizlar, chiroyli xulq deganimizda inson nimalarga e'tibor berishligi lozim? Xulqim chiroyli deyapmiz. Shu xulqi chiroyli bo'lishligimiz uchun bizda nima sifatlar mujassam bo'lishligi kerak? Eng avvalo, inson, musulmon odam shirin so'z bo'lishligi, ochiq yuzlilik bo'lishligi, rostgo'y bo'lishligi, sahiy bo'lishligi, ahdga vafodor bo'lishligi, bosiq bo'lishligi, halimlik, kechirimlilik, g'azabini ichiga yuta olishligi, mana shuni hammasini mujassam qilsak, xulqi chiroyli, go'zal inson bo'lar ekanmiz. Ayni damda azizlar, siz bilan bizga shu sifatlar juda ham zarur. Chunki mahallalarimizda, oilalarimizga e'tibor beradigan bo'lsak, ayni damda ajrim, urush, er-xotin o'rtasida, qo'ni-qo'shni, aka-ukaning o'rtasidagi mojarolarga sabab bo'ladigan omillarning eng ko'pi mana shu xulqimizni chiroyli bo'lmaganligidan. Chiroyli xulq deganda mana aytayaptilar. Ahdga vafo qilishlik. Ahdimizga vafo qilaylik. Chiroyli xulqni bir nishonasi bizda mujassam bo'ladi. Bosiqlik, halimlik, kechirimlilik. Kechirimlilikni ham xuddi shunday azizlar. Aka-uka o'rtasida, er-xotin o'rtasida, qo'ni-qo'shni o'rtasida ham shu omillar kerak. G'azabni ichiga yuta olishlik ham azizlar, xulqni chiroyliligini bir nishonasi. Hozirgi paytda bizlarga, barchalarimizga eng kerakli, zarur bo'lgan amallarimiz deymizmi? Mana shu sifatlar deymizmi? Chiroyli, xulqli bo'lishligimiz bizlar uchun eng dolzarb
muammolardan bo'lib qolib turibdi sizlar. Ikkinchisi esa payg'ambar alayhisolatu vasallamdagi bor sifatlardan biri vatanlarini yaxshi ko'rardilar. U zot muborak Makka shahridan bilamiz hijrat qildilar Yasribga. Bu paytda Madina shahri Yasrib deb nomlanardi. Makka shahridan chiqarganlar payg'ambar alayhisolatu vasallam Makka shahriga qarab aytadilarki, qasamki, sen Alloh nazdida eng sevimli yurtdirsan. Agar qavmim meni sendan quvib chiqarmaganida, sendan aslo ayrilmas edim deb aytdilar. Mana shu so'zlarni o'zi payg'ambar alayhisolatu vasallam ona vatanini, Makka shahrini naqadar yaxshi ko'rganliklarini nishonasi. Siz bilan bizga ham azizlar bu ta'lim. Har bir inson ona yurtini, xonadonini, mahallasini, qishlog'ini deymiz, yurtini deymiz, vatanini sevishligi lozim. Bu iymonning bir nishonasi azizlar. Uchinchisi esa sarvari koinot o'ta muloyim va sabrli inson edilar. Mana shu xislatlarni ham siz bilan biz o'zimizda mujassam qilishligimiz lozimki, ana shunda haqiqiy ma'nodagi biz mo'min musulmonlikni da'vo qila olishligimiz mumkin bo'ladi. Qur'oni Karimda Alloh taolo marhamat qiladi. Astagfiru billah. Fa bima rahmatin minallohi linta lahum wa law kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Sadaqallohul azim. Allohning rahmati sababli siz ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam ularga, sahobalarga ya'ni muloyimlik qildingiz. Agar dag'al va toshbag'ir bo'lganingizda, albatta ular atrofingizdan tarqalib ketgan bo'lar edilar deb Alloh taolo marhamat qildi. Demak, bizga ham bu ta'lim azizlar. Inson, musulmon odam muloyim bo'lishligi lozim. Ana shunda hammaga ma'qul kelamiz. Agar dag'al bo'lsak, qo'pol bo'lsak, atrofimizda hech kim tura olmaydi. Hech kim bizga qo'shila olmaydi. Hech kim bilan biz muomala chiroyli holatda yasha olmaymiz. Qachon dag'al bo'lsak, qo'pol bo'lsak. Shuning uchun ham dinimiz ta'limoti muloyim bo'lishlikka targ'ib qiladi azizlar. Anas roziyallohu anhu dan rivoyat qilinishicha, payg'ambar alayhisolatu vasallam shunday muloyim inson edilarki, bir arobiy, bir badaviy arobiy keldilarda Rasulimiz alayhisolatu vasallamni chakmonlari dag'al matodan tikilgan edi. Shu matolardan, ya'ni chakmonlardan tortib bir narsani so'radi. Shu tortganlarida bo'ynilariga o'sha chakmonni dag'alligidan, matoni qalinligidan iz tushib qoldi. Shunday bo'lsalarda, shu holatga tushsalarda, haligi badaviy arabni tilaklarini, talablarini qondirdi. Aytganini beringlar deb jo'natib oldilar. Endi o'ylab ko'ring. Siz bilan biz oldimizga boshimizda shunday bir holat bo'lsa nima qilamiz? Biror bir inson o'zi sizdan nimadir narsa so'rab kelyapti. Yoqoyizdan tortyapti-da, shu iz chiqquncha qarasangiz, bir notanish, haligi biz tilimizda qishloqqa deb qo'yadi odamlarda. Shunaqa bir odam sizdan bir narsa so'rayapti. Nima qilardik? Aksariyat holatda odamlar quloqning tagiga chakaga qo'yib yuboradi. Nimaga tortding, nima qilding degan qo'pol. Lekin butun olamlarga rahmat qilib yuborilgan zot esa u insonga chiroyli muomala qildilar va aytganini beringlar deb jo'natib oldilar. Mana bu bizga ham ta'limki azizlar, har qanday holatda musulmon odam muloyim bo'lishligiga targ'ib. To'rtinchisi, payg'ambar alayhisolatu vasallam kambag'al va zaiflarni yaxshi ko'rardilar. Ular bilan hamjihat bo'lardilar. Ularni holidan xabar olardilar, ularga demak mehr ko'rsatardilar. Abdulloh ibn Abu Avvo roziyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda keladi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam beva bechoralar, kambag'allar bilan birga yurishdan, ularni hojatlarini chiqarishdan aslo o'zlarini yuqori tutmas edilar deb Imom Nasoiy rivoyatlarida keladi. Siz bilan biz ham azizlar mana shu nobir payg'ambar alayhisolatu vasallamdagi amallarini biz ham o'zimizda mujassam qilsak, qiynalganlarga, bechoralarga yordam beradigan bo'lsak, mana bu xislatni ham o'zimizda mujassam qilgan bo'lar ekanmiz. 5-xislatlardan bittasi, payg'ambar alayhisolatu vasallam nihoyatda kamtar edilar.
Hatto shunchalik kamtar edilarki, Oysha onamiz hadislarda aytadilar, u zot muborak to'g'risida, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uylarida o'z kiyimlarini yirtig'ini o'zlari tikar, poyabzallarini yamar va erkak kishi uyda qiladigan barcha ishlarni o'zlari bajarardilar deb aytadilar. Hattoki tahoratga suv qo'yish bo'ladigan bo'lsa, suv tayyorlash bo'lsin yoki sadaqa ehsoni bo'lsin, Rasulimiz alayhisolatu vasallam o'zlari qilardilar. Bo'lmasam u zotning huzurlarida sahobiylar Payg'ambar alayhisolatu vasallamning bir og'iz so'zlariga muhtoj edilar. Shu biror bir ish yumush aytsalarda, jon dildan qilsak, u kishining xizmatini qilsak degan odam juda ko'p edi. Shundoq bo'lsa-da, tahoratlariga o'zi suv tayyorlaganlar, yirtiq kiyimlarini o'zlari tikkanlar, poyabzallarini ham o'zlari tikkanlar, uydagi erkak kishi nima ish qilishligi lozim bo'lsa, o'zlari qilganlar. Endi azizlar, siz bilan biz o'zimiz hayotimizga bir nazar solib qo'yaylik. Uyda qo'limizdan keladigan ishlarni o'zimiz qilyapmizmi? Ba'zi holatda bilamizki, televizor yotib ko'rayotgan inson o'g'li kirib kelsa, "O'y bolam, ona pulni olib ber" deydi. Hatto shu darajada erinchoq bo'lib qolganmizki, o'zimiz qo'limizdan keladigan, qo'limizni shuni cho'zsak olishlik mumkin bo'lgan holatda ham kimgadir aytib qildirishni xohlaymiz. Azizlar, har bir inson o'zini qo'lidan keladigan ishini o'zi qilsa, maqsadga muvofiq bo'lar ekan. Bu esa kamtarligini bir nishonasi hisoblanar ekan azizlar. Oltinchisi esa Payg'ambar alayhisolatu vasallam o'ta sahiy inson edilar. Hatto sahiyliklaridan agar xonadonlarida biror dinor dirham qolsa, o'sha kechasiyoq o'z egasiga yetkazmaguncha uxlamasdilar. Hatto bir kuni bir sahobiy keldi. Anas roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda keladi. Bir inson Rasulimiz alayhisolatu vasallamdan yordam so'rab keldilar. Shunda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ikki tog' orasidagi boqilayotgan juda ko'p qo'ylarini hadya qilib yubordilar o'sha yordam so'rab kelgan insonga. Shunda haligi inson o'zini qavmiga borib, "Ey xalqim, islomni qabul qiling. Chunki Muhammad sollallohu alayhi vasallam kambag'allikdan qo'rqmasdan ato, ehson berdi" deb chorlagan edi. Imom Muslim rivoyatida keladi. Ana shu ehsonlar tufaylidan juda ko'p insonlar musulmon bo'lishiga sabab bo'ldilar. Va 7-si Payg'ambar alayhisolatu vasallam poklikni juda yaxshi ko'rardilar. Oppoq kiyinardilar, xushbo'y atirlarni sepishni yaxshi ko'rardilar va qolgan sahobiylarga ham, siz bizlarga ham demak mana shuni ta'lim berdilar. Ya'niki dinimiz poklik ustiga qurilgan din ekanligini yetkazdilar. Hadislarda keladi, Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytadilar, poklik iymonning yarmidir deganlar. Imom Muslim rivoyatida. Demak, poklikka qanchalik e'tibor beradigan bo'lsak, iymonimizni qolgan yarmini mukammal qilgan bo'lar ekanmiz azizlar. Endi poklik deganda azizlar, avvalo musulmon odam yon atrofi, xonadoni, mahalla ko'yi, yurti, tumani, shahrini ozoda saqlashlik kerak. Mana shunda siz bilan biz haqiqiy ma'nodagi poklikka erishgan bo'lar ekanmiz. Mavzumizni avvalida aytdik azizlar, Mavlid oyi dedik. Mavliddan maqsad nima azizlar? Mavlid to'g'risida bir qisqa eslab o'tsak. Mavlid degani azizlar tug'ilgan vaqt, sana deyiladi. Ya'niki ulamolarimiz shu mavludga ta'rif berib aytadilarki, mavlid bilan mavlud ikki xil so'z. Ma'noni anglatadi. Mavlid degani tug'ilgan vaqt, sana deyilgani. Mavlud esa o'sha vaqtda tug'ilgan insonga aytiladi. Endi ba'zilar aytadi, mavlud bo'lmagan narsa bid'at, Payg'ambar alayhisolatu vasallamning davrida bo'lmagan deydi. To'g'ri. Payg'ambar alayhisolatu vasallam hayotli paytida mavlud bo'lmagan. Qaysi ma'noda? Har kim Rasulimiz alayhisolatu vasallamdan o'zlari tushunmagan narsalarni so'raganlar, u zotni ko'rganlar, nima bo'lsa u zotdan hal qilingan.
Endi u zotdan keyingi davrlarda hayotlarni o'rganishlik, keyingi demak insonlarga yetkazishlik borasida insonlar tobiin, tobiin davrlariga kelib tarix yozila boshladi. Ya'niki payg'ambar alayhisolatu vasallamni siratlari yozila boshladi. O'sha siratlar azizlar shu darajada bo'ldiki, 5-6 tom darajasida bo'lib ketdi. Katta kitoblar yozildi. Vaqtlar o'tib, har kim ham o'sha kitoblarni o'qishlik salohiyati bo'lmay qoldi. Nima uchun? Islom shariati, islom dini ko'payib, ya'niki boshqa bir davlatlar ham dinni qabul qila boshladi. Boshqa din vakillari, boshqa e'tiqoddagi, boshqa falsafadagi insonlar musulmon dinini qabul qila boshladi. Ana undan keyin o'sha insonlarga yetkazishlik uchun olimlarimizda, ulamolarda katta bir to'siq paydo bo'ldi. Ya'niki endi insonlarga payg'ambar alayhisolatu vasallamni tanitishlik. Har kim ham 5-6 tomlik kitoblarni, sirat kitoblarini o'qib o'ziga bir namuna ola olmaydigan holatga keldi. Insonlar dunyo tashvishi, bola chaqa g'ami shu bilan mashg'ul bo'lib ketishdi. Buni natijasida insonlar payg'ambar alayhisolatu vasallamdan qaysidir ma'noda uzoqlasha boshladi. Endi olimlarimizning oldida bir katta muammo turardiki, qanday qilib bu qavmlarga, ya'niki boshqa arab bo'lmagan o'lkalardagi dinni, islomni qabul qilgan insonlarga Rasulimiz alayhisolatu vasallamni tanitishlik muammosi turardi. Shunda ulamolar sirat kitoblaridagi mag'zini, tarixdagi bo'lgan barcha voqealarni, eng nozik nuqtalarini, mag'zlarini bir kichkina shunday bir insoniyatga tushunishlik oson bo'lishligi uchun she'riy tarzdagi misralarga demak ko'chdi. Mana shu orqali insonlar demak mavlud shakllana boshladi. Bu mavludni eng avvalo Iroqda amir bo'lib turgan Torg'ilbek degan ismli amirni taklifi bilan o'sha paytda ulamolarni, ya'ni o'sha davrdagi ulamolarni rahbari bo'lib turgan Abu Shoma rahmatullohi alayhini taklifi bilan payg'ambar alayhisolatu vasallamni demak xalqqa tanitishlik uchun, ularni demak payg'ambar alayhisolatu vasallamga bo'lgan muhabbatlarini yana ham ziyoda bo'lishlik uchun mana shu she'riy tarzda misralar bilan targ'ib qila boshlandi. Chunki arablarda shoir tabiat bo'lgan arablar. Ular bu she'r to'qishlikka, she'riy so'z bilan insonlarga yetkazishligi juda ham oson bo'lgan. Mana shu mavlidni boshlanishi avvalo Iroqda boshlandi. O'sha joydagi xalqqa manzur keldi. Insonlar tushunishligi oson bo'ldi. Keyinchalik esa asta-sekinlik bilan boshqa davlatlarga ham mana shu Mavludi sharif demak ko'chdi. Endi siz bilan biz bu diyorlarimizda ham azizlar qisqacha she'riy asarlar mavlud deb nomlana boshlandi. Hozirgi paytda bizni bu yurtlarimizda eng asosiy Mavludi sharifni o'qilishlikda shomlik Imom Barzanjiy nomi bilan mashhur bo'lgan Ja'far Barzanjiy rahmatullohi alayhi yozgan asarlari, Mavludun Nabiy asarlari demak omma tushiga kirdi. Inshaalloh siz bilan biz ham Mavlud oyi kirib keldi. Xonadonlarimizda, masjidlarimizda mana shunday bir katta davrlarda Mavludi sharif o'qiymiz. Bundan maqsad nima? Bundan maqsad insonlar payg'ambar alayhisolatu vasallamni yaxshi tanisinlar, u zotga muhabbat qo'ysinlar va u zotni qilgan amallarini, u zotdagi barcha bizlarga bergan nasihatlarni hayotimizga tatbiq qilishlik uchun olimlarimizni qilgan mana bunday bir amallari bizlargacha demak Mavludi sharif, Mavludi Nabaviy degan mana shunday bir asar bo'lib bizlargacha yetib keldi. Alloh taolo barchalarimizni bu suhbatlarimizdan manfaatli aylasin, eshitdik, amal qilishligini ham Alloh o'zi nasib aylasin.